Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yukinglar bor aka, bekildimi aka? Ha? Yukinglar bormidi Andijonga? Ha, aka yukimiz bor edi. Nima yuk? Eshak arava. Eshak arava? Ha. Qayerdan yuklanadi? Mehnatoboddan. Necha pul berasizlar? Necha pul deyapsizlar? Bilmaman, necha pul? Ko'ngilda bormi? Bu eshak aravaning o'zimi? Eshagi bilan. Ha, eshagi ham bormi? Ha, ikkalasi 500 kilo chiqmaydi aka. Minib ketavermaysan uka. Sovuqdan o'zi minib borgandim. Bundan oldin ham endi hozir ozgina sovuq qolib kechki paytroq sovuq tushyapti. O'shanga endi shovalab qolmay deb nima qilyapman aka. Bo'lmasa o'zim minsam o'sha 300 ming pulim yonimda qolardi. Ha, eshak ichib o'radi mashinaga uka. Chiqsa aka yurib tozalab beriladi-ku. Necha pul berasan endi ukam? Boncha deyinchi, o'shani qarab turib ish ko'ramiz aka. 1 million. Ha? 1 million ber. To'g'ri aytasiz. Meni boraman sovuq ursa ham. Gaz quysa ketaverasan uka.